Assalomu alaykum. Bugun aynan sizlar bilan O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar bilan qanday ishlar olib borilayotganligi haqida suhbatlashamiz. Aynan bu Toshkent tumanida bugun qaysi nuqtaga yetib keldi, qanaqa ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shu maqsadda yig'ilganmiz suhbatga. Asosiy mavzu bugungi kunda mana shu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nogironligi bo'lgan bolalar uchun kunduzgi parvarish xizmatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 126-son qarorlari aynan Toshkent tumanida Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan mana shu yo'nalishda bugun qanday ishlar amalga oshirilmoqda va bugun bu ishlar qaysi nuqtaga yetib keldi? Shu hozirgi kunda har bir mahallaga xodimlar berilgan. Shunda bu har bir mahalladagi ijtimoiy xodimlar og'ir sharoitga tushib qolgan oilalar bilan ishlash hamda nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlash bo'yicha biz hozirgi kunda bularni sog'lig'i nosog'lomroq bo'lgan bolalar uchun alohida bog'chalar ochildi. Bu bo'yicha farmon bo'yicha bu bog'chalarga hozir tadbirkorlar orqali 6 ta bola kelmoqda. Hozir tadbirkorga 6 ta bola kelmoqda. Bu bolalarni misol uchun u oila sharoiti qiyin bo'lgani uchun onalarni bir oz bo'lsa ham o'zligiga yengillik yaratish bo'yicha, onalarga yengillik yaratish bo'yicha soat 8 dan 5 gacha bu bog'chaga bolalarini, farzandlarini tashlab ketadi. Bular uchun voucherlar ajratilgan. Davlatimiz tomonidan shu voucherlar asosida bog'chada bola soat 8 dan 5 gacha bemalol yuradi. Buning uchun tarbiyachilar ajratilgan, alohida Tarbiyachilar kim tomonidan ajratilgan? Tadbirkorlar. Bu tadbirkor bilan ishlaganda bu ertalab bog'chaga bolasini tashlab ketadi fuqaroyimiz. Bolalarini kechgacha shu bolalar bilan shug'ullanib, ularni yozishga, chizishga, qo'lidan keladigan narsalarni o'rgatish uchun ularga yordam beradi. Bular MyIHMA platformasidan ro'yxatdan o'tishdi hamda bu ro'yxatdan o'tganda tanlab olish yuzasidan bu bog'chalar ochildi. Demak, talab belgilangan tartibga javob beradigan hamda u bog'chani shart-sharoitlari, misol uchun tadbirkorni shart-sharoitlari shunga to'g'ri kelishi hamda bu sohada ishbilarmonligi hisobga olinib, bu bog'chalar ochildi. Ular esa qanaqa alohida xususiyatlari bor shu farzandlarni? Qanaqa ular bilan ishlaydi bugun siz yollagan tarbiyachilar? Nimalarga ahamiyat beradi? Endi bizga shu kunida 3 ta bola keldi. Endi bular 7 yoshdan 3 yoshdan 18 yoshgacha hozircha bitta gruppa ochdik biz. Qanaqa onalar, mana misol uchun ular bilan nimalar bilan shug'ullanadi tarbiyachilar? Животные anaqasini o'rgatyapti, uy hayvonlarni, ranglarni o'rgatyapti ularni. Endi shu bog'chada qanaqa anaqasi bo'lsa, bizda xuddi shunaqa o'rgatishyapti-da. Demak, shu paytgacha bu bolalar bilan shug'ullanmagan hech kim. Shug'ullanish imkoni. Endi mana bitta bolamiz bor, u misol uchun rangini biladi-da. Mevalarni biladi. Kimdir bilmaydi-da. Endi baribir tarbiyachi u bilan anaqa qilishadi-da. Kimdir qo'li anaqa yaxshi emas-da, usholmaydi, anaqa qilolmaydi. O'shani melkiy motorikamiz anaqasi bor. Darslari o'sha bilan shug'ullanishadi. Sog'lom bolalarga qaraganda sal ular orqaroqda bo'ladi-da. O'shaning uchun o'sha orqaroqda bo'lgani uchun ularni ozgina o'rganib ketishlari uchun bular o'sha tarbiyachilar o'sha ustida ishlaydi. Misol uchun sanoqlarni o'rgatadi ularga, ranglarni o'rgatadi. Misol uchun oq, qizil ranglarni ular ajratish qiyinroq bo'ladi. Chunki nosog'lomroq bo'lgani uchun ularni yetuk darajasiga yetmaydi, ular sog'lom bolalar bilan tenglashtirilmaydi. O'shaning uchun ularga yordam beriladi. Nogironligi bor bolajonlarni aniqlash qanaqa amalga oshiriladi? Nogironligi bor bolalarni aniqlash hozir har bir mahallaga, misol uchun Toshkent tumanida 63 ta mahalla bo'lsa, 63 ta mahallaga ijtimoiy xodimlar biriktirilgan. Har biri Argus orqali o'tib kelib, ijtimoiy xodimlar biriktirilgan. U ijtimoiy xodimlarni ham inson ijtimoiy markazlar tomonidan har bir sho'ba orqali ularni o'ziniga kerakli
xizmatlarni o'rgatiladi. Mahalliy yetiligi bilan birgalikda ular xonadonga kirib bolalarni aniqlaydi. Har bir xonadonda monitoring o'tkaziladi. U yerda bolalarni sog'lom, nosog'lomligi bo'yicha shu tibbiyot berilgan ekspert FTEKlar berilgan ro'yxatlar asosida bularni tekshirib aniqlashadi. Kunduzgi parvarishga olgan tadbirkor yoki oilaviy korxona demak farzandlarni o'zidan to'lov talab qilmaydi. Demak vaucher kim tomonidan qanaqa beriladi shu vaucher? Davlat tomonidan vaucher to'liq to'lanadi. Kuniga qancha to'lanadi ularga? Где-то 90 mingda. 90 mingdan bir kunga to'lanadi bolaga. Demak u elektron tarzda xususiy korxonani balansiga, ya'ni shutiga keladi. Har bitta bola uchun to'lov davlat tomonidan oyma-oy kelib tushadi. Elektron shaklda amalga oshiriladi. Kelgan kuniga qarab kelib tushadi hammasi. O'z bolalarning kelgan kuniga qarab. Mana shu kunduzgi parvarish markazlariga qanchalik bizning Toshkent tumanida talab yuqori? Mana shu bolalarni o'sha yerda bo'lishi hamda u yerda u narsalarni o'rgatishi, bog'cha отдельно tarbiya shug'ullanishi, bular bilan meditsinada medsestralari отдельно shug'ullanishi hisobiga boshqalarda ham уже unaqa fikr uyg'onyaptiki, чтобы uyda o'tirgan bolalarini berib, o'zligi ishga tushib, fuqaroni o'zi ham ishlolmay qolyapti-da bu bolalar bilan 3 yoshdan 18 yoshgacha deyilgan. Shunda 15-16 yosh bolalari ham dan tashlab ko'chaga chiqib keta olmayapti. Ularga ozgina bo'lsa ham baribir e'tibor kerakda. Ularga misol uchun bog'chaga jo'natadigan bo'lsa, fuqaromizlarning o'sha onalariga ham oz bo'lsa ham ishga joylashib, o'zini ish sohasini tiklab, mana o'zini kelajakdagi ular ham stajlarni o'zi uchun yaratib, o'sha sohalarga ham ozgina qiziqqani uchun bu narsaga talab sekin-asta ko'payyapti. Demak, bu oilalar albatta kambag'allik reyestriga kirgan bo'lishi kerakmi? Hozirgi kunda kambag'al reyestriga kirgan bo'lishi kerak. Kambag'al reyestri ijtimoiy reyestrda turgan bolalarni hozir olyapmiz. Demak, agarda deylik kambag'allik reyestri turmaydigan oila bo'lsa, lekin uni nogiron farzandi bo'lsa, lekin u kunduzgi parvarish kerak deylik, u qanaqa amalga oshiradi? Reyestrda turganlarga vaucher davlat tomonidan to'lanayotgan bo'lsa, fuqaroni o'zini bolasi misol uchun reyestrda turmaganlar, reyestrdan tashqaridagilarni fuqaroni o'zi olib kelib bemalol tadbirkor bilan shartnoma tuzib, bolasiga o'zi har kelgan kuniga oyda pul to'lab, kuniga to'lab turishi mumkin misol uchun. Kunlik to'lov amalga oshirishi mumkin. Yana bitta savolim bor. Deylik 3 yoshdan 18 yoshgacha farzandlari bor, onalar bor. 3 yosh, 4 yosh bo'lgandan keyin bolasi tashlab ona chiqib keta olmaydi, na to'yga bora olmaydi. Deylik, mayli ishlamagan taqdirda na to'yga bora olmaydi, na bozorlarni ro'zg'or olmaydi. Mana shunaqa vaziyatda mana shu shunaqa markazlar bilan shartnoma tuzgan holda yoki bo'lmasam bir kelishuv asosida onalar deylik ertalab 8 dan 5 gacha emas, 3 soatga yoki 4 soatga farzandini tashlab ketish imkoni bormi? Qanaqa amalga oshiriladi? Misol uchun keldi, sizga murojaat qildi. Tartibini haqida ozgina soatli. Demak, soatli tartibi bor. O'zi misol uchun onalar necha soatga tashlab ketish uchun bo'lsa, sразу o'sha yerda unaqa to'lovlarini qilib, o'sha soatli nimasini to'lab, onalari bemalol borib kelguncha bular bolasini bemalol qarab turadi. Shu nosog'lom bolalarni. Endi Ra'no, sizga bitta savolim, juda qiziqarli mavzuda bu, chunki ilgari juda ko'p eshitganman, gaplashganman shunaqa onalar bilan, nogiron farzand bo'lganligi uchun hayoti davomida bir ko'chaga chiqa olmagan, o'zini ishini bitira olmagan, har doim bola bilan ovora bo'lgan. Bugungi kunda bu markaz bitta, hozircha bitta. Lekin shularni ko'paytirish, kengaytirish qanchalik bugun talabga muvofiq? Bu hozirgi kunda bu narsani kengaytirish juda ham yaxshi deb o'ylayman. Men tadbirkorlar orqali, misol uchun, bu tadbirkorlarning o'ziga ham plyus. Faqat u reyestrda turgani bilan emas, boshqa odam bilan klient qancha ko'paytirsa, bu tadbirkorlarning o'ziga plyus narsa keladi. Bu o'zligi bilan shartnoma tuzadi, bemalol o'zligi talab qiladigan narsalarni bemalol o'sha klient bilan ishlashadi bular. Onalarni, bolalarni tashlab ketayotgan paytda bitta ona bilan biz gaplashdik, bog'chaga tashlab ketayotgan paytda chuqur nafas oldi-da, men bugungi kunim unumli bo'ldi, uydagi ishga qilingan kunim. Yozrog'ida sal, u misol uchun banka yopadigan kuni.
yeydi. Shunaqa bugun kechgacha pomidorlarini qilib, bonkalarimni ancha yopdim, qishga ancha tayyorgarlik ko'rib oldim. Shuning uchun bu bog'chalar kerak deb o'ylayman hozirgi kunda. Kunduzgi qariyalarning bog'chasini ham ochmoqchimiz. Reyestrda turadigan qariyalar uchun voucher ajratiladi. Bunga ham voucher to'liq, ularga ham kambag'allar reyestrda turadiganlarga ham bu shu mana shu kunduzgi bog'chaga o'zini anaqa nosog'lom o'zini nima deydi, avariya holatidan, insult holatlardan o'ziga kela olmaydigan shular uchun alohida yana bog'cha tashkil qilyapmiz. Uni ham hozir Larisaxon orqali harakat qilyapmiz hozir. Yosh bolalar tushunarli deylik, 3 yoshdan 15, 16, 17, 18 yoshgacha, lekin qariyalarga to'xtaladigan bo'lsak, qariyalarda demak ularni bitta nuqtadan ikkinchi nuqtaga olib borish xarajat degan tushuncha bor. Ana shu xarajat ham qoplab beriladimi? Tadbirkorlik tomonidan xarajat to'liq reyestrda turganga to'liq qoplab beriladi. Bir xillar o'zining mashinalari bo'lsa, olib kelib qo'yiladi. Mashinalari bo'lmaydigan, reyestrda turgan og'ir sharoitda bo'lsa, tadbirkorlik tomonidan mashina ajratilib, uni olib kelib, soat 5 gacha o'sha kichkinalardek kattalarga qarab, yana qaytadan o'sha olib borib qo'yish kerak. Bu mablag' davlat tomonidan qoplanadi. Davlat tomonidan to'liq voucher orqali qoplanadi. Bunda ham o'tda tadbirkorlik ochgandan keyin o'tda ham alohida reabilitatsiya qilinadi ularni. Qariya uyda yotib qolgandan keyin, qariya yotibdi, uyda hech kim qarashga unaqasi yo'q. Uyda kelinlari, misol uchun farzandlariga bola pul olayotgan kelinlar ham ishlolmaydi hech qayerda. O'sha kelinlari o'zini band qilib ham ularni stajiga o'tyapti, ham uydagi dodasiga, oyisiga o'tyapti. Bu ham davlat tomonidan voucher orqali to'lanyapti. Demak, uyda kelin o'tiribdi, u ishsiz, qaynonasiga yoki qaynotasiga qarash kerak, lekin mana shu inson ijtimoiy xizmatlar markazi orqali demakki, u o'sha kelinga to'lov qilib beriladi. U ijtimoiy xodim sifatida yollanadi. Ijtimoiy xodim o'zini o'zi band qiladi kelin. Misol uchun davlat tomonidan o'ziga kulch ochiladi. Ular ham o'sha shu uydagi dodalariga, oilalariga qarayotgani uchun ularni Face ID qiladi. Bular aytgandek, hozir Face ID qilinadi. Face ID hammasi hisobga olib borilib, oy oxirida ularga ham davlat tomonidan to'liq qilib beriladi. Umuman olganda ijtimoiy himoya yoki ijtimoiy xizmat bizning mamlakatimizda bir 4 yil yoki 5 yil bo'ldi ishga tushib, faoliyat boshlaganiga. Lekin chet el davlatlarida ijtimoiy xizmatlar juda ham rivojlangan. Demak, biz bugun shunaqa qadam tashlayapmizki, borib mana shu ijtimoiy xizmatlar, ya'ni davlat tomonidan. Demak, hozir biz tushunishim bo'yicha tadbirkorlarni ham jalb qilamiz o'zimizga, to'g'rimi? Ya'ni shu ijtimoiy xizmat markazlari tadbirkorlarni o'ziga jalb qilish orqali, tadbirkorlar orqali ham tadbirkorni, ham deylik mana shu uyda o'tirgan kelinlar orqali kelinlarni daromad bilan ta'minlayapti. Ya'ni biz bu borada kengayyapmiz. Bu borada hozir to'g'ri aytyapsiz. Bu qiziqishlar natijasida mana oddiy misol tadbirkorimizda faqat bitta bog'chani olib ishlatayotgandilar. Hozir uje mana nogironlar bog'chasini ochdilar. Endi xudo xolasa mana kunduzgini parvarish ochaman deyaptilar. Bu yana qiziqish kengayyapti. Yolg'izlar misolida o'zgalar parvarishga muhtoj nogironlar tashqi tomondan uyda yotgan odam mehrga intizor bo'ladi-da. Mana hozir ijtimoiy xodimlar ham o'zini avvaliga o'zligi ham sal fikrlashlarini, bularni ko'rib, yotganlarni ko'rib, ozgina shokka tushib qoladiganlari ham bo'ldi-da. Inson ijtimoiy markazlar tashkil qilgandan keyin psixologlar ishladi. Mana yosh ishchilar kelgandan keyin, yotgan kasalni ko'rgandan keyin bitta odam nogiron bo'lsa, misol uchun birovni oyog'i yo'q, birovni qo'li nogironligi bor odamlarni ko'rib, ular ozgina o'zi stressga ham tushadigan bo'lishdi-da. Mana endi ko'zi sekingina o'rganib, ularning ustidan psixologlar ishlashdi, misol uchun. Bu o'zligi ham endi shu sohaga qiziqib, haqiqatda biz o'zimizdan boshqa faqat o'zimizga emas, faqat men emas, atrofdagi odamlarga ham qarashga oz bo'lsa ham o'rganishdi ular. Nogironlarga yordam berilsa, o'zligi xursand bo'lib kelishadi. Mana hozir men bitta odamni ishga joyladim, bitta odamni
yordam berdim bugun, mana voucher tayyorladim deb ularni ko'zidan уже boshqacha ishga qiziqishlari boshqachada уже man shu insonga oz bo'lsa ham yordam berdim degan fikr uyg'onyapti ijtimoiy xodimlarda ham. Bu mana bir necha yildan beri shu sohada ishlayman. Uyga kirganingizda o'sha yolg'izlar ham, nogironlar ham ko'zingizga mo'ltillab turadi. Qanaqadir bir yengillik eshitgisi keladi. Mana endi biza oldin bu narsa bo'yicha hozirgi kunda har bir mahallada bo'lgani uchun u nogironlarni har bir nogiron uyiga shu kam ta'minlangan oilalar reyestrida turgan odamlarni uyiga kirib borilyapti. Hammasi bu yengilliklar qamrab olish osonroq bo'lyapti. Reyestrga kirib bazalarga kirilyapti. Bu bo'yicha qo'limiz nima deydi, oldin uncha uzoqqa yetmasa ham hozir butun hammasini bunday deydi bag'rimizga уже oldik deb o'ylayman. Bu soha bo'yicha hammasi minnatdorchiligini уже oldin bildirmasa ham endi sekin-sekin уже boshlanyapti. Bu bo'yicha уже portallar kamayyapti. Chunki o'zini oldiga borib tushuntirishlar bo'lyapti. Mana shu narsalar bo'ladi. Sizda mana narsalar kerak, sizga mana narsalar kerak deb u fikrini to'liq olish imkoniyatiga ega bo'lamiz.